Hammaga assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilar, do'stlar, yaqinlar, oshna va apasiga hammaga salom. Sizlar bilan yana dasturchi aka. Hop, bugungi videomizda biz qanaqa qilib donat tizimini to'liq nastroyka qilib ochishni ko'rib chiqamiz. Hop, biz bugun foydalanadigan donat tizimimiz, ya'ni Payfi donat tizimi bo'ladi. Biz mana shundan foydalanamiz. Nega aynan Payfi? Chunki Payfidan ro'yxatdan o'tish juda ham oson, ishlatish ham juda ham oson. Buni o'rganish uchun qanaqadir institutlarda o'qishadi. Hop, birinchi navbatda kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz, izoh yozib qo'yamiz va fikringizni qoldiring. Keyin zaparmanov edi. Yoki donat bo'yicha savolingiz bo'lsa yozib qoldirsangiz, qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. Hop. Ekranlaringda mana shu sahifa, bunga kirish juda ham oson, shunchaki mana boshqatdan kirib ko'rsatish sizlarga. Mana shunday widjet bo'ladi. Bu yerda shuni kirganlarni Telegram orqali kirasizlar. Shu endi bosganlaringni mana hozir kirib ketadi. Sizlarda qisqasi nomer yozasizlar, sizlarga Telegramdan shuni bot ismini jo'natadi. Shuni tasdiqlashni bosib qo'ysalar bo'ldi. U sizlarning akkauntlaringizga kirib olmaydi. Ya'ni sizlardan faqat shu username, Telegram IDlaring, Telegram nicklaring va Telegramda oxirgi qo'ygan rasmlaringga dostуп beradi xolos. Boshqa akkauntlaring kirib ismingizni yozishga dostуп bermaydi. Bemalol qo'rqmasdan kiraveringlar. Login parol orqali kirsa ham bo'ladi. Bu yerga shu Telegram ID yozasizlar. Bu yerga tokenlarni yozib kirib ketsalaringdan bo'ladi. Balki Telegram orqali. Agar siz birinchi marta qilib turgan bo'lsangiz, albatta Telegram orqali kirishingiz kerak. Keyinchalik kirmoqchi bo'lsam, Telegram orqali kirishni bilaman. Hozir bossam, promo kirib ketadi hozir. Chunki men hozir avtorizatsiya qilib qo'ydim. Mana avtorizatsiya bo'ldi. Xo'p, biroz kutamiz. Saytga kirib oladi, to'liq ma'lumotlarni yuklab olib, sizning akkauntingiz bo'lsa yaratib, sizni o'sha xavfsizliklaringizni tekshiradi, saytga to'g'ri kiryapsizmi, buzishga harakat qilmayapsiz, shunaqa narsalarni tekshiradi qisqasi. Xo'p, mana saytga kirdik. Bizda hozir akkaunt yangi, hech nima ulanmagan. O'shaning uchun bloklangan turibdi. Xo'p, qaranglar. Bu saytni nastroyka qilib olishimiz biz mana hozir boshqa sahifalarga o'tamiz desak, bizni baribir asosiy ekranga qaytarib yuboradi, chunki bizda hisob raqam ulanmagan. Biz birinchi navbatda hisob raqamni ulab olishimiz kerak. Hisob raqamni qayerdan olamiz? Hop, biz bu ochilguncha qaranglar. e-bank.payfi.uz mana shu saytni eslab qolinglar. Mana shu tepada ko'rsatyapman. Mana shu saytga kirasizlarda, bunga faqatgina telefondan kirish mumkin, kompyuterdan kirish mumkin emas. Faqat telefon, planshet, iPad farqi yo'q. Faqat kompyuterdan, ya'ni Windowsdan, Linux shunaqa narsalardan kirish mumkin emas. Faqatgina telefon bo'lsa bo'ldi. Televizordan ham kirsalar ham bo'ladi, agar ruxsat bersa. Xo'p, telefondan kirsalar mana shunaqa oyna ochiladi. Bu shu Payfining o'zini maxsus banki, bu yerda hisob raqamlarni ochishingiz, pullaringizni boshqarishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda kirganlaring hisoblar degan bo'limi bor. Bu hisoblar bo'limida siz o'zingizga hisob raqam ochib, o'sha Payfi donat ulab qo'yasiz. Shu Payfi donatdagi pullar hisob raqamingizga tushadi. Hisob raqamdan o'zingizga kartingizga yechib olishingiz ham mumkin yoki hisob raqamga boshqachaga o'tkazib yuborishingiz ham mumkin. Xo'p, hisoblar bo'lmaga qaytadan kiramiz. Bu menda mana ikkita tarif bo'yicha ikkala tarifda menda hisob raqam bor. Birinchisi обязательно bepul, lekin limit bor. Mana birinchisi menda ochilgan. Bunda limit oyiga biz o'sha bitta hisob to'ldirganda faqatgina 10 million so'm tashlanadi. Bu bir oylik limit o'sha. Bir oyda faqat 10 million tashlaman, bir oydan keyin bu limit yangilanadi. Ya'ni menda turibdi menda. Menda hozir 15 ming so'm to'lgan. Ya'ni oylik o'tkazma limiti 5 million so'm. 5 million so'mdan keyin sizdan soliq olinadi. Ya'ni o'sha maxsus foizi bor. Shu foizini to'lagandan keyin yana davom ishlatishingiz mumkin. Menda o'sha hozir 5 millionga 15 ming so'm to'libdi xolos. Hisoblar bo'limidan o'zingiz kerak tarif tanlaysiz, обязательно bepul tanlasangiz ham bo'ladi, lekin sizda limit bo'ladi. Maxsus hisob tanlasangiz, menda maxsus hisob ham ochilgan. Bunda esa hech qanaqa limit yo'q, cheklovsiz. Xohlagancha pul to'ldirasiz, xohlagancha yechib olsangiz ham bo'ladi. Xo'p, qaranglar. Kelinglar. Red agensiyadan ajoyib taklif. Siz agar biznesingizni avtomatlaringizga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, biz o'z xizmatlarimizni taklif etamiz. Biz sizga sifatli tarzda Telegram bot yaratib beramiz va savdo va mijozlaringizni oqimini oshirishga yordam beramiz. Bizga aloqaga chiqing, qolganini kelishamiz. Kutamiz sizni. Pulli tarifimni ulayman, ya'ni limitsiz ulab qo'yaman unga. Nusxa olishni bossalar, mana hisob raqam nusxalandi deyapti. Endi bu sahifaga o'tamiz. Agar siz shunaqa chiqib qolgan bo'lsangiz, mana bu yerda hisob raqam biriktirilmagan deyapti. Mana bu yerda ko'ryapsizlar.
Hop, bu yerdan bosamiz, hisob raqam bo'limiga o'tib, bank nomi deyapti. Payfi bank. Bu yerga ism familiyamizni yozib qo'ysak bo'ladi. Men Avazov Yahyoxon yozib qo'yaman-da. Bu yerga hisob raqam deyapti. Bu yerga men oxirgi o'sha hisob raqamini biriktirib qo'yaman. Hop, ariza yuborishni bosamiz. Ariza qabul qilindi, admin tasdiqlashini kuting deyapti. Yana bir eslatma, biz hisob raqamimizni faqat mana ko'rganlaringdek 12 soatda bir martagina alishtirishga ruxsat beradi. O'shaning uchun hisob raqamni yaxshilab tekshirib, xato qilmaslikka harakat qilinglar. Admin tasdiqlashini kutamiz. Bu yerda hozir biz hisob raqamimiz biriktirilsa, bu panel polni bizga ochiladi. Xo'p, do'stlar, mana bizning hisob raqamimiz tasdiqlandi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda hisob raqamimiz ko'rinyapti. Balans 0. Xo'p, bizga endi mana tasdiqlash bo'ldi. Statusimiz bloklangan turadi. Endi mana silkani ustiga bosadigan bo'lsak, biz mana donat silkamiz deyarli ishladi. Endi biz buni to'liq nastroyka qilib olishimiz kerak. Uning uchun birinchi metda donat degan joy silkaga o'zimiznikini qo'yamiz. Misol uchun aka dasturchi deb yozsak, dasturchi aka nomi band, shuncha yozmayman. O'zgartirishni bosib qo'yamiz. Aka dasturchilik bu ovqat saqlandi deyapti. Endi minimal donat 0 so'm turibdi ekan. Kelinglar, shuni 1000 so'mga alishtirib qo'yamiz, sozlash bosamiz. Mana endi minimal donatimiz 1000 so'm bo'ldi. Silkamizni qaytadan bossak, mana endi 500 so'm yozsak, bizga xatolik beradi. Ya'ni biz eng kamida 1000 so'm to'ldirishimiz kerak. Hop, nikimiz aka dasturchi bo'ldi. Hop, endi keyingisi sozlaydigan narsa. Hop, bu yerdan tarmoqlar bo'limiga o'tamizda, o'zimizni Telegram, Instagram, YouTube linklarimizni qo'yib qo'yamiz shu yerga. Bu qayerda chiqadi? Mana bitta donat qilib turgan paytida mana bu 3 ta knopka chiqyapti. Mana shu yerda chiqadi. Bizda hozir Instagram kiradi, lekin ijtimoiy ko'rsatmaydi. YouTube ham kiradi, lekin ijtimoiy ochmaydi, chunki обычный YouTube silkalar turibdi. Biz shuni sozlab qo'yishimiz kerak. Hop, hisob raqam bo'limi tushunarli. Mana bu yerda hisob raqamingizni 12 soatda bir marta yangilashingiz mumkin. Tarmoqlar bo'limidan silkalarni moslab olasiz. Media file. Mana shu eng kerakli joyi bizga media file. Bu yerda bilasizlar, shu OBSga yoki stream qilib turgan joylaringga silkani qo'yib qo'ysalaring, kimgadir sizga kimgadir donat qilsa, o'sha donat ekranda chiqadi. O'sha gif yoki rasmini bilan muzikasini mana shu yerdan tanishtirasizlar. Bizda mana shu muzika turibdi ekan hozir. Bu yerda fayl yangilashni bosasizlar, MP3 format, OGG formatda kirsalaring bo'ladi. Bu pastiga esa rasm yoki gif qo'yishlaring kerak. Mana shu ikkitadan format faqat mumkin. Keraklisini tanlaysizlar, yangilash bossalaring bu yerda avtomatik yangilanadi. Agar hali ham lekin muzika yoki gif alishmagan bo'lsa, shunga e'tibor beringlar. Bu hozir kech turibdi. Nimaga kech turibdi mana u? Bu sayt har safar yuklanganda sayt ko'p yuklanmasligi uchun, tezroq sizga sahifa ochilishi uchun mana shu rasm bilan giflaring, o'sha musiqalaring kech bo'lib qoladi. U vaqtinchalik xotirada saqlanib qoladi. Yangilagandan keyin ham eskisi paydo bo'lib qolishi mumkin. Shunaqa paytda o'sha brauzerlaringizni kechini tozalab olasizlar. Kompyuterni ham, telefonni ham tozalash oson. Nastroyka kirasizlarda kech tozalash bossalar, qaytadan kirsalaring, bu kech tozalangandan keyin bitta yangilab yuborsalaring, mana shu yangi qo'ygan rasmlaring paydo bo'ladi. Agar o'shanda ham bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni kech tozalagandan keyin ham baribir agar eski rasm chiqib turgan bo'lsa, boshqa qo'yib ko'ringlar. Ba'zi birlarda giflar buzilgan bo'ladi, shuni hisobiga chiqmay qolishi mumkin. Lekin musiqa 100% alishadi, lekin giflarda ba'zi birda muammo bo'ladi. Buzilgan gif, xato gif bo'ladi yoki fayl hajmi katta bo'ladi. Shunaqa. Boshqa qo'yib ko'ringlar, kechlarda yangilab albatta qo'yiladi. Hop, biz bu yerda yangilab o'tirmaymiz. Keyingisi bizda maqsad widget hozircha beta rejimda, ya'ni hali to'liq ishlagani yo'q. Bu o'sha kompyuterga deb 10 million, 15 million qilib ochib beradigan bu. Shunaqa narsani bu yerdan yaratsalar ham bo'ladi. Balki bu video chiqqandan keyin bu narsa to'g'rilanar. Agar to'g'rilamagan bo'lsa, to'g'rilanishini kutishlarini so'rab qolamiz. Xo'p, keyingisi OBS sozlama.
Mana shu ham bizga kerak narsa. Bu yerda mana ko'rishlaringiz mumkin, barcha silkalar bizga mavjud. Xo'p, bu yerda maxsus token, ya'ni boshiga qaytadigan bo'lsa videoni, boshida aytgandimki, o'sha kirish qismida Telegram ID bilan mana shu maxsus token orqali kirsalaring ham bo'ladi degandim. Ya'ni mana bu yerdagi ID raqam bilan pastdagi maxsus tokenni olib login qilsalaring bo'ladi. Shuni eslatib qo'yay. Keyingisi endi OBS. Birinchisi shu donatlar ekranga chiqadigani mana bu, ya'ni mana bu silka bo'ladi. Bu donat ekranga chiqishi yonida mana hajmlargacha yozib qo'yilgan. Ikkinchisi donat statistikasi. Bu ya'ni sizga kelgan donatlarni o'qib turish uchun buni bir Chrome brauzeriga yoki shu OBS ichigami o'sha o'zingizga qulay joyga ochib qo'yasiz, donatlarga chetda o'qisangiz bo'ladi. Shaxsiy donat silkasi, ya'ni bu o'sha sizga donat qilish uchun buni o'sha donat qiladigan odamga berasiz. Bular kirib donat qilishlari mumkin. Top rating bu sizga eng ko'p donat qilgan odamni bittasini chiqarib turadi animatsiya bilan. Xo'p, bu shunaqa silkalarni o'zlaring OBSga qo'yib bemalol sozlab olsalaring bo'ladi. Premiumga keladigan bo'lsak, bu yerda premium bor. Payfi premium 49990 so'm oyiga. Endi bu nima qilib beradi? Jonli efir payti, like va ko'rishlar sonini vizual chiqarib beradi. Ya'ni siz shu OBSga qo'yibsiz, shu OBSda nechta kishi ko'ryapti, nechta like bo'ldi ko'rsatib turadi. Obunachi soni o'sha real time'da ko'rish, translyatsiya qilgan paytda UC yoki Telegram kanalingiz bo'lsa, o'shanga video yasab o'tirmaysizda, sizga maxsus link beriladi. Shu yerda linklarni kerakli matnlarni alishtirib, animatsiyali reklama tayyorlab olishingiz mumkin. Shunaqa. Donat sahifasi uchun OBS maxsus dizayn sozlash, premium yordam, ya'ni OBS sizlarda agar OBSlaringda muammo bo'ladigan bo'lsa, sizlar 7 kunda bir marta OBS sozlatishga chaqirishlaring mumkin. Ya'ni qayerdadir qandaydir muammo bo'lsa OBSda o'shanda ariza berib turib 7 kunda bir marta o'sha narsani to'g'irlatib olishlaring mumkin. Sotib olish oson, sotib olishni bossalaring o'sha maxsus Payfi havola yaratib beradi to'lov uchun. Mana shu to'lovni amalga oshirganlaringdan keyin o'zi avtomatik bitta sahifaga qayta yangilasalaring Payfi Premium o'zi avtomatik ochilib qoladi. Hech ishtimani bosish shart emas, to'lov qilasizlar bo'ldi, sahifa ochilib qoladi. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi keyingi qismda agar kimdir xohlasa, sizlarga OBSni ham sozlashni ko'rsatishi mumkin. Uning uchun layklarimiz soni mayli kelinglar, ko'p layk qo'ymaymiz. 50 dona bo'lsa agar, men keyingi qismda OBSni ham sozlashni ko'rsatib o'taman. Va izohga yozinglar, OBS sozlash sizlarga qanchalik kerak va qiziq yozib qoldiringlar va 50 ta layk bo'lsa, albatta men keyingi qismda OBS sozlashni qo'yaman. Hozir kanalga obuna bo'lib qo'ying. Va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Like bosishni albatta unutmang. Va keyin aytgancha pullar qanday tushadi? Ya'ni sizga donat bo'ldi, u pullar qanday yechiladi? Siz donat kelgan pullar yechish shart emas. U pullar mana bu yerda ko'rsatib o'tilgan. To'langan cheklar hisob raqami 24 soat ichida avtomatik o'tkaziladi. Dam olish kunlari, shanba yoki shanba hisobga olinadi. Shu kunlar kechishi mumkin. Ya'ni juma yoki shanba, yakshanba kunlari pullaring kech tushishi mumkin. Misol uchun yakshanba kuni bo'lsa, dushanba kuni avtomatik tushadi. Haligi shanba kuni bo'lsa, yakshanba kuni tushish ehtimoli juda, ya'ni o'sha kuni kech qolishi mumkin. Pullar esa avtomatik siz o'sha hisob raqamingizga, siz ulab qo'ygan hisob raqamiga kelib tushadi. Siz uni tarix bo'limidan ham ko'rishingiz mumkin. Ya'ni qayerga ketdi, necha pul keldi. Misol uchun mana 56 ming so'm Bazar onlayn o'zimizning saytimiz bor. O'sha saytdan hamkorlik qilganman. O'sha hamkorlikda pul yechganman. Mana menga hozir pul tushgan mana. Bazar onlayn ko'ryapsizlar. Kirim Bazar onlayn 8 deyapti. Ya'ni pullaringni necha pul tushdi, hammasini shu yerdan ko'rib turishlaring mumkin. Bu yerda yana bir sozlama esdan chiqibdi do'stlar. Sizlar pay donatni yoqib o'chirishni qilishlaring mumkin. Mana hozir men donatni o'chirib qo'ydim. Endi sizga hech kim donat qila olmaydi. Agar uni yoqib qo'yadigan bo'lsalaring, sizlarga donat qilish yana qayta ochiladi. Bu nima uchun kerak? Sizda qanaqadir vaziyat bo'lyapti, donatni vaqtinchalik o'chirishingiz kerak. Shunaqa payt donatni o'chirib turishlaring mumkin. Pastki qismida yana bir tez donat va xavfsizlik token yangilash
Xavfsizlik token yangilash maqsad qachon yangilash kerak? Ya'ni siz tokeningizni kimdir ko'rib qoldi yoki kimdirgadir bilmasdan tashlab qo'ydingiz yoki ko'rsatib qo'ydingiz. Shunaqa paytda siz xavfsizlik token yangilasangiz, mana bu yerdagi ya'ni OP sozlamadagi maxsus token va silkadagi tokenlar barchasi yangilanib ketadi va qaytadan siz OP sozlamalaringizni qo'yishingiz va tokenlaringizni yangilab olishingizga to'g'ri keladi. Maksimal darajada harakat qiling tokeningizni ko'rsatmaslikka. Va men bu videodan keyin hozir mana bu tokenni yangilab olaman. Balki akkauntimni o'chirib olishim ham mumkin. Xo'p, o'quv qo'llanma ko'rish, ya'ni mana shu video mana shu yerda turadi. Mana shu sizlarga qilib turgan videomni mana shu yerga qo'yaman. Bu videoni ko'rib kirgan bo'lsalaring, buni bosishlaring shart emas, ya'ni qaytadan shu videoga kirgizib yuboradi baribir. Savollar bo'lsa, bemalol mana yerda savollar bo'lsa degan, payfi degan joyga yozsalaring bo'ladi. Menimcha hamma narsani tushuntirdim. Kimgadir qanaqa savol bo'lsa albatta yozinglar, qo'ldan kelgancha javob beraman. Aytganimdek, 50 ta like bo'ladigan bo'lsa, keyingi qismda albatta OBS nastroyka qilishni va bonus sifatida telefonda ham qanday qilib dana sozlashni albatta sizlarga ko'rsatib o'taman. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.